Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchalaringizga kirib kelgan Qurbon hayit bayrami muborak bo'lsin. Taqabbalallohu minna va minkum solihal a'mal. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan solih toat ibodatlarimizni qabul qilsin. Qurbon hayiti kelishligi bilan musulmon odam xursand bo'lishligi kerak. Chunki bizni dinimiz bu kunlarda xursand bo'lishlikka buyurdi. Qurbon hayit bayrami bo'lsin, Ramazon hayit bayrami bo'lsin, bu musulmonlarning bayrami. Musulmonlarda bundan boshqa bayram yo'q. Musulmonlar mana bu kunda bayram qilishlik kerak, xursand bo'lishlik kerak, bir-birini xursand qilishlik kerak. Bu kunlarda o'tirishlik kerak. Oilaga, yaqinlarga, qavm qarindoshlarga chiroyli, yaxshi munosabatda bo'lib,